Assalomu alaykum azizlarim, men Adeya. Bugun yana sizlar bilan. Demak, 2026-yil may oyida bizni nimalar kutyapti, shu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ya'ni oxirgi 4 oyda, ya'ni yanvar, fevral, mart, aprel oylarida biz bilan nimalar bo'lganini bir eslaymiz. Yanvarda ko'pchiligimiz uchun og'ir boshlandi. Qandaydir bir ichki bosim, tushunmovchilik, hayotdan charchash hissi. Fevral oyida sinovlar oyi bo'ldi menimcha ko'pchilikka. Munosabatlar tekshirildi, kimdir ketdi, kimdir qoldi. Mart oyida uyg'onish, kimdir qaror qildi yangi nimadirlarga, kimdir o'zini o'zgartirishni boshladi. Aprel bu haqiqatni ko'rsatdi, ya'ni kim sizniki emas va ko'pchilik ichidan to'liq o'zgardi desak ham bo'ladi bu oyda. Misol uchun har bir burj uchun alohida aytadigan bo'lsak, qo'y burjudagilar uchun yanvar, fevral juda ko'p ichki bosim his qilishdi ular. Martdan boshlab ancha yetar endi degan qarorga kelishdi va ancha uyg'onishdi. Aprel esa harakatga majbur qildi, ya'ni ortga yo'l qolmaganligini qo'y burjudagilar ancha yaxshigina his qilishdi bu narsani. Buzoq burjudagilar, bu siz uchun ya'ni o'tgan davr pul va barqarorlik bilan bog'liq davr bo'ldi desam adashmaymiz, chunki kimdir yo'qotdi, kimdir yig'di. Ya'ni aprelda siz bu narsani o'zingiz yaxshigina tushunib oldingiz, ko'rdingiz va kim siz bilan qoldi, kim siz bilan qolmadi, ya'ni yo'q. Bularni yaxshigina o'zingiz tushunib yetdingiz. Egizak burjudagilar juda ham ko'p o'ylanishdi, juda ko'p, ya'ni fevral, mart qaror oldida qoldi ular. Aprelda esa ichidagi o'sha ikkilanish, chalkashlikni eng yuqori darajasiga chiqdida ozgina qiynaldi, ya'ni egizak burjudagilar. Qisqichbaqa burjudagilar hissiyotlari bilan yashadi. Qisqichbaqa burji o'zi aslida juda ham hissiyotga boy burj hisoblanadi, sevgida, ya'ni tez xafa bo'luvchi burj hisoblanadi. Sog'inishni, xafa bo'lishni boshidan o'tkazishdi. Hammasi xullas aralashdi ularda. Aprelda o'zini tanlashga anchagina qaror berdi, ya'ni shunaqa signal his qilishdi ular. Arslon burji kuchli bo'lishga harakat qilishdi, lekin ichidan juda charchadi Arslon burjidagilar. Fevral, mart anchagina sinadi ularni, qarz tomonlama, pullar tomonlama, kredit tomonlama va munosabatlar tomonlama ham. Aprel esa kim ularni qadrlamasligini yaqqol ko'rdi desak ham bo'ladi. Parizod burjudagilar, bu burj vakillari hamma narsani nazorat qilmoqchi bo'lishdi, lekin hayot ularni bo'shashishga majbur qildi, ya'ni ularga hammasi siz o'ylaganchalik emas deb, ya'ni hayot tushuntirib qo'ydi. Ya'ni nazorat aslida hammasi sizni qo'lingizda emas, o'z holicha qo'yishingiz kerak degan ma'noda ularga hayot anchagina tushuncha berib qo'ydi. Tarozi burjudagilar muvozanat ko'p qidirishdi, lekin topa olmadilar. Munosabatlar ancha charchatdi, do'stmi, sevgidami, oiladami, anchagina munosabatlarda charchash his qilishdi va aprelda esa bular ham bir qarorga kelishga, ya'ni qaror berishdi, ichidan qaror paydo bo'ldi. Ya'ni chayon burjudagilar chuqur do'stlikda va sevgida chuqur hissiyotlarni boshdan o'tkazishdi. Kimnidir qo'yib yuborish juda qiyin bo'ldi, lekin majbur qo'yib yuborishga to'g'ri keldi, ya'ni og'ir bo'ldi bu davr. Va o'shani natijasida, kimdirda hayotidan chiqarib yuborgan natijasida og'ir davrni boshdan kechirdi, lekin ichkaridan ancha o'zgardi chayon burjudagilar. O'qotar burjudagilar erkin bo'lishni juda ham xohladi, lekin bog'lanib qolgan edi ular. Mart oyidan boshlab bu bog'lanishdan chiqishga harakat qilishdi. Aprelda anchagina yangi yo'l ochilganini his qilishdi desak ham bo'ladi. Tog' echkisi esa ishda, pulda juda ham mas'uliyat bilan ishladi va bunda band bo'ldi, ichki hissiyotlarini orqaga surdi va aprelda anchagina o'ziga va hissiyotlariga ichkariga nazar solishga majbur bo'ldi bu burj vakillari. Qovg'a burji vakillari katta o'zgarishlarni boshdan o'tkazdi bu burj vakillari o'sha 4 oy davomida.
bularni ham hayotidan kimdirlar chiqib ketdi va kimdirlar yangi energiyalar kirdi desak adashmaymiz. Aprel yangi bosqichga olib keldi. Уже yangidan qaytadan boshlayman degan fikr bilan ish bo'lsin, munosabatlar bo'lsin, qaror berdi. Qovog'i burjudagilar, baliq burjudagilar orzu va real hayot orasida qoldi. Bu burch vakillari fevral, mart juda ham kuchli sinovdan o'tkazdi baliq burjudagilarni. Ya'ni aprelda esa haqiqatni o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Ya'ni kim nima uniki, kim uniki emas, nima uniki emas. Aprel oyida уже baliq burjudagilar buni juda yaxshi tushunib oldi. Endi may oyida umumiy ko'ramiz, burchlar bo'yicha emas. May oyida o'zi umuman hozir kim ko'rayotgan bo'lsa bu raskladni energiyamni jo'natdim deysiz va may oyida savol: pullarimizda qanaqa o'zgarishlar kutyapti bizni? Qanaqa energiya kutyapti? Birinchi savolimiz. Sevgili hayotingizda nimalar o'zgaradi may oyida? Ichkaridan, ruhiyat tomonidan qanaqa burilishlar yoki ichki qarorlar bo'ladi may oyida? To'rtinchi, qanaqa sinovlar kutyapti? Va oxirgi 5-savol. Qanaqa yo'l tutsangiz, siz omadga olib boradigan yo'lga tushasiz, ya'ni omadga borasiz. Demak, birinchi savolimiz: may oyida pulingiz qanaqa bo'ladi? Ya'ni pul tomonlama ahvolimiz, vaziyatimiz qanaqa bo'ladi desak, Dvoyka kubkov kartasi tushdi. Bu pul insonlar orqali kelishini bildiryapti. Ya'ni bu hamkorlikmi yoki kelishuvmi, kim bilandir birga ishlashmi, bir bitimmi, xullas yolg'iz emas, ya'ni aloqa orqali pul yo'llaringiz ochilishini bildiryapti. Agar siz kim bilandir ishlasangiz, yangi tanishuvga ochiq bo'lsangiz, sizga demak pul kirishi oson, yengil va barakali bo'lar ekan. Ya'ni yolg'iz kurashmang deyapti kartalar. Odamlar bilan ishlang deyapti. Ikkinchi, sevgili hayotingizda nima o'zgarishlar bo'ladi desak, Spravedlivost kartasi tushdi. Bu adolat kartasi. Bu oy sevgi haqiqatga aylanadi desak ham bo'ladi. Bu kim sizniki, kim sizniki emas, ya'ni aniq o'zingiz ko'rasiz, bilasiz. Yolg'onlar ochiladi oradagi, ya'ni qarorlar keladi sizga. Agar munosabatda bo'lsangiz, bu munosabatingiz sinovdan o'tadi. Agar munosabatingiz yo'q bo'lsa, siz o'zingiz uchun eng to'g'ri va xayrli insonni tanlov qilasiz. Bu oyda ya'ni sevgi tanlanadigan, adolat bo'ladigan oy hisoblanar ekan ko'pchiligimizga. Maslahatimiz ko'r-ko'rona kimdirga ishonib ketmang, real qarashingiz kerak. Hamisha Allohim qalbimizni haqiqiy va xayrli sevgiga yo'naltirsin. 3-karta. Ishlarimizda qanaqa burilish bo'ladi desak, kuchli karta tushdi. Ya'ni yangi qaror, yangi fikr, ishda burilishlar bo'ladi. Aniq qaror qilasiz. Ya'ni bu oy eski usullar tugaydi, yangi yo'l boshlanadi. Ya'ni sizda kimdirlar ishini o'zgartirishi mumkin, kimdirlar kutilmaganda chetga chiqib ketishi mumkin, kimdirlarga yangi ishdan takliflar bo'lishi mumkin va bu ular uchun ikkilanmaslikni maslahat beryapti. Karta qaror qiling deyapti. Ya'ni qo'rqmasdan boshlang deyapti. Yangi nimadir kirsa hayotingizga, taklifmi, g'oyami, bir burilishmi bo'lsa, ikkilanmasdan qaror bering deyapti. Ya Alloh, menga o'zing to'g'ri yo'lni ko'rsat va qarorimni barakali qil degan holatda ishingizni boshlasangiz bo'lar ekan. 4-karta. Qanday sinovlar kutyapti may oyida desak, 2 qilich kartasi tushdi. Dvoyka mechey. Bu muhim bir sinov, ya'ni ikkilanish, qaror qila olmaslik. Ko'pchilik qaror berishga ham qo'rqib yoki shoshib qolishi mumkin.
yoki o'sha qarorni bermasdan vaqt o'tkazib, vaqt cho'zib ko'zini yumishi mumkin ekan. Bu sevgili munosabat bo'lsin yoki ishdagi munosabat bo'lsin, moliyaviy bo'lsin, ikkilanish oldida qolar ekanda, ya'ni cho'zishga harakat qiladi. Haqiqatni bilib turib ham qaror qilmasligingiz mumkin deyapti. Bu sinov bo'ladi, o'sha joyda siz tanlashingizga to'g'ri keladi. Maslahatimiz hech qachon oldingizga nimadir kelsa, sinov bo'lsin, har qanday vaziyat bo'lsin, undan qochishga harakat qilmang. Vaziyat yoki sinov bu sizni ruhan o'stirish uchun, yangi pog'onaga, umuman yangi darajaga olib chiqish uchun keladi hayotingizga. Qochsangiz, ko'zingizni yumib keyinga sursangiz, bu hayotingizda ham hech qanaqa o'zgarishsiz davom etaveradi. Oldingizga kelgan narsani ko'ring, tanlov qiling, qochmang, qaror qiling. Yo Rabbim menga to'g'ri tanlov qilish uchun o'zing bir jasorat ber deb duo qilsangiz bo'ladi. Qanaqa yo'l tutsangiz omadga ochilasiz desak, bu karta ya'ni ongni bildiradigan karta. Bu karta siz aytyaptiki, kuzating, o'rganing, lekin shoshmang deyapti. Bu oy aqlli bo'lish oyi ekan. Hissiyot bilan emas, aql bilan yutishga harakat qiling. Hamma narsani aql bilan qilishga maslahatimiz, har kimga ham ishonmang. Harakatdan oldin yaxshilab o'ylang deyapti. Allohim menga o'zing donolik ber va meni har qanday xatoliklardan asragin deb duo qilsangiz bo'ladi. May oyi pullar ochiladi. Umumiy raskladga qarasak, may oyida pul yo'llarimiz ochiladi, hamkorlik orqali keladi. Sevgi ancha tekshirilib, yangi inson, yangi energiya kirishi yoki o'sha inson bilan qayta munosabat tiklanishi kuchli ehtimoli. Sevgi xullas tekshiriladi, adolatli qaror bilan yopiladi. Ishingizda o'zgarish bo'lishi mumkin, kimdirlarga yangi ish yoki yangi joyga borish, kimdirlarda ko'chib o'tish ham bor, ya'ni ko'pdan beri orzu qilayotgan insonlar yashash joyini o'zgartirib, ko'chib o'tishi, yangi uyga chiqishi, uy olishi mumkin. Ya'ni qarorga bog'liq deyapti, shunaqa o'zgarishlar bor. Ya'ni bu oy ko'proq tanlovga olib keladi. To'g'ri tanlasangiz o'sasiz, noto'g'ri tanlasangiz yana shu joyda qolasiz deyapti. Xullas, Allohim yo'lingizni ochsin, qalbingizga aniqlik bersin, sizni to'g'ri qarorlarga olib borsin va hayotingizga baraka bersin. Agar bu sizga to'g'ri kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, kommentda fikrlaringizni kutaman.